Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inna du'a huval ibadatu. Albatta duo ibodatdir dedilar. So'ngra ud'uni astajib lakum. Ya'ni menga duo qilib so'ranglar, ijobat qilaman degan oyat karimani o'qidilar. Imom Buxoriy rivoyat. Shuning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu men ijobat tashvishini chekmayman. Men duo tashvishini qilaman derkan. Agar menga duo qilishlik ilhom etilsa, ijobat ham qilinadi deb Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday derkan. Azlar duo ruhiy ibodat. Xudoy taolo qaysiki bandasidan ijobat qilishlikni istasa keyin unga duo qilishlikni ilhom qilar. Qanchamiz duo qilsa malollanamiz. Vaholanki azlar bu Alloh taolodan beriladigan ilhom ekan bu duo. Xudoy taolo bandasini ijobat qilishlikni istagan bandasiga duo qilishlikni qalbiga solar ekan. Shuning uchun azlar duoni ko'paytirishimiz kerak. Ijobatini tashvishini qilmang. Duoni qilib qo'yaveraylik. Yo bu dunyoda yo oxiratda beriladi yoki bo'lmasa bizdan ana shu miqdorda balo ofat qaytariladi. Hazrat Umar bekorga aytmayaptilar. Men duoni ijobatini emas, duoni g'am tashvishini qilaman. Agar berildimi menga, albatta ijobat qilinadi.